Onam bilmasin filmi aktyorlari hozir qayerda va nima bilan band? Mahorat bilan to'ng'ich o'g'il rolini ijro etgan Zafar Asqarov Toshkentda yashaydi. Aktyorlik va rejissyorlik faoliyatini davom ettirib, yangi serial hamda tijoriy loyihalarda suratga tushmoqda. Mulohazali katta kelin rolini ijro etgan Munojot Alimboyeva O'zbekistonda teatr va kino aktrisasi sifatida faoliyat yuritadi. Asosiy e'tiborini oilasiga va teatr sahnalariga qaratgan. Ishbilarmon o'rta o'g'il rolini ijro etgan Sherzod Saydaliyev oila a'zolari bilan AQShning Pensilvaniya shtatiga ko'chib o'tgan. Hozirda Amerikada yashab, ijtimoiy tarmoqlar uchun video bloglar olmoqda. Beozor kelin rolini ijro etgan Nargiza Salmonova Turkiyaga turmushga chiqqan. Hozirda Istanbulda yashaydi. O'zini ko'proq oilasiga va shaxsiy blogiga bag'ishlagan. Kichik o'g'il rolini ijro etgan Asqar Hikmatov Toshkentda yashaydi. O'zbek kinosi va teatrida eng faol aktyorlardan biri bo'lib, yangi komediyalarda bosh rollarni o'ynamoqda. Sho'x va shaddod kichik kelin rolini ijro etgan Shahzoda Muhammedova Toshkentda mashhur dizayner va tadbirkor sifatida faoliyat yuritadi. O'zining shaxsiy moda brendini muvaffaqiyatli boshqarmoqda. Ushbu xabarni komediya filmni yaxshi ko'radigan tanishlaringizga yuborib, videoga like bosishni unutmang. Xo'sh, sizningcha filmdagi uchta juftlikdan qaysi birining sarguzashtlari sizga ko'proq yoqadi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu kabi qiziqarli shou biznes yangiliklarini Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.